Do'stlar, bu vaziyatda nima qilish kerak? Qaranglar, yong'inda. Voy do'stlar, buni yonishini qaranglar. Yerevaldamiz do'stlar, juda ham katta yong'in bo'lyapti. Hech kim yoniga yaqinlasha olmayapti. Kimdir gapirishi mumkin-ku, telefonni ko'tarib olguncha borib to'xtatsam bo'ladi. Lekin umuman yoniga ham yaqinlashib bo'lmayapti. Alloh sabr bersin egalariga. Hammaga Alloh sabr bersin. Xo'p do'stlar, turgan boshdagi epga borib urilgan. Shofyorlari ham xudo xohlasa. Shofyor kim aka? Sizmi shofyor? Aka Alloh sabr bersin. Siz chiqmadimi o'zingizga? Yo'q, Aka, birinchi ehson mendan aka. Mana ehson. Xudo xohlasa mana shuncha olomon turibdi, akalar, hammamiz yo'lda yuramiz, to'g'rimi? Aka, hammamiz borki, birga bo'laylik. Ko'rayotgan bo'lsanglar arzon bironi 5 mingmi, 10 mingmi, 100 mingmi, hammamiz yo'lda yuramiz. Mana shuncha olomon to'planib turibdi. Akaga srochli yordam berishimiz kerak. Turgan Isuzu ham yonib ketyapti, epka ham yonib ketyapti. Mana bitta ko'rsatuvni yaqinlashtirib, operator. Hammamiz mana yo'lda yuramiz akalar. Hech kimni boshida bo'lmaydi demaymiz, to'g'rimi akalar? Birgalashib bitta yordam qilaylik akamizga xudo xolasa. Shu bugunda o'zida Isuzu ham xudo xolasa epka mashinani ham haqqini xudo xolasa yig'ib tashlaymiz. O'zingizni karta raqamingiz bormi aka? Yoddan bilasizmi? Aytib o'ring aka, primoy. 56 14 68 18 55 57 90 95 24. Nima deb chiqadi aka? Mamajonov Ne'matjon. Bo'l, akalar xudo xolasa mana karta raqamini ovozli mana aytdilar, shofyorlari, lekin hech kimga sizda qilmagan, lekin azir lat yegan bel og'riqlari ham bor. Srochli yordam kerak. Birgalashaylik xudo xolasa O'zbekiston, O'rta Osiyo bitta-bittadan karta tashlaylik. Aka yana bormi kartangiz? Yo'q, ash xolos. Ash xolos. Nomeringiz nechi? 94 94 438 0011. 0011. Xo'p, Toshkent vodiy yo'nalish mana xudo xolasa hamma yordam, sizlardan ham yordam kutamiz. Bosaylik, hozir mana xudo xolasa ehsonni vaqti. Hammamiz mana misol uchun mashinaning ustida yuramiz. Birgalashib olaylik bo'l. Alloh bizni haqiqatan sabab chiqargandirlar aka. Mana xudo xolasa Eldor Jo'raboyev ham biz bilan birgalikda mana harakatlanib kelyapti ekanlar. Xuddi shunaqa biz ham yo'lga chiqdik. Bilasizlar, biz yaxshi ishlarni qilib yuramiz. Alloh o'zi qadamimiz mana shu akamiz ozgina orqalariga to'xtatib qo'ygan ekan. Shunday aka. Har bittamiz mana shu akamiz o'rnida mana shu yerda bo'lishimiz mumkin edi. Ko'rib turibsizlar, juda ham og'ir holat. Hech kimni boshiga bunaqa solmasin. O'rtoqlar, biz bitta birlashsak, xalqimiz birlashsak, vatanimiz. O'zbeklar birlashishini ko'rgansizlar. Shu paytgacha juda ham ko'plab oilalarning hayotini saqlab qolganmiz. Hozirgi paytda biz yordamimiz juda ham muhim bu akamlarga. Aka, Alloh sabr bersin sizga. Aka, joningiz sog' bo'lsin aka. Yordaminglarni ayamanglar mana. Inshaalloh bu aka metal xudo xolasa mana kechgacha mana video qo'yamiz aka. Pul yig'iladi aka inshaalloh. Telefon qilasiz bizga. Aka bo'ldi yetadi. Mabodo ortib qolsa aka, mana Eldor Jo'raboyevga telefon qilasiz. Haqdor insonlar bor, ularga beramiz aka. Rozimisiz? O'zlarining shaxsiy kartalari, telefon nomerlarini yozib qoldirdik. Yordaminglarni ayamasdan bitta paddeshga qo'yaylik. Akamiz siqilmasinlar, oilalari ham kutib turgan. Endi birinchi o'rinda farzand, ota-ona juda qattiq xavotirga, stressga tushib qoladi. Shunday. Hech bo'lmasa shunaqa payt bitta paddeshga qo'ymasak bo'lmaydi. Aka, bizni Alloh bekordan bekor sabab chiqmagan. Xudo xolasa ikkita profil ko'rsatib shuncha odam ham ko'rib, kuzatib, guvoh bo'lib turibdi. Birgalikda xudo xolasa yordam qilamizmi? Like bosib, tarqatib bosamiz.